Endi ish boshlayotganingizda yoki deylik sizdan klinikalardan taklif tushsa, qanaqa ishlashimiz kerak? Agar mabodo klinika sizga hamma narsani men ko'taraman, hamma narsa xona ham mendan desa, 50 ga ishlasangiz zo'r. Endi klinika sizga taklif beryapti. Mana xona deyapti. Mana bu xona, o'zing olib kelasan narsalaringni, o'zing qilasan deydi. Men seni instrumentingga aralashmayman deydi. Ya'ni bankingga, spirtingga aralashmayman deydi. Unda 60 ga 40 ishlaysiz. 40% ni klinikaga обязательно berasiz. 60%ni o'zingiz olasiz. Endi yana bitta eng zo'r yaxshi varianti klinikani arendaga olishingiz. Agar patsientingiz zo'r ko'p bo'lsa yoki deylik klinika sizga deylik qo'shimcha sizga ish berib tursa, doktorlar bilan yaxshi gaplashib holat bo'ladigan bo'lsa, klinikani ichidagi xonani arendaga olsangiz siz yutasiz. 50 ga ishlaydigan bo'lsangiz, agar kuniga 10 ta odam qabul qiladigan bo'lsangiz, taxminan 2 million topdingiz, to'g'rimi? Taxminan 200 mingdan 2 million topdingiz. Mana bu 1 millionni berishingiz bor-ku? Yomon adam qiladi. Chunki shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Kuniga 10 talab, 15 talab patsient kelib qoladi. 10 ta, 20 ta yoki deylik 15 ta odam kiradigan bo'lsa, mana buni teng yarmini berib yuborishingiz bor, shunaqa adam qiladi. Vaqt kelib qoladi, shu 200 dollarga gaplashingiz, mana shu 200 dollarni bir kunda topib qo'yasiz. Arenda pulingizni berib yubordingiz. U yog'iga hamma topganingiz o'zingizniki.